Ikkinchi mavsumning 8-qismi 2025-yil 10 dekabr kuni soat 19:00 "Oh-oh"da Mening yurtim telekanalida namoyish etilishi serial muxlislarini yana bir bor katta kutilmagan burilishga tayyorlaydi. Mazkur sana e'lon qilinganidan boshlab voqealarning aynan shu qismda keskinlashishi haqida sezilarli ishora berilgani tomoshabinlarni yanada qiziqtirib qo'ydi. Fitnaning har bir yangi bo'limini intiqlik bilan kutaman, chunki serial o'zbek dramalarining hozirgi darajasini juda yaxshi ko'rsatib kelmoqda. Rejissura puxta, sahnalar orasidagi ritm to'g'ri ushlanadi. Aktyorlar obrazlarni chin dildan his etib ijro qiladi. Ikkinchi mavsumda esa qahramonlarning ichki kurashlari yanada ravshanroq ochilayotgani seziladi. Ular shunchaki syujet uchun zarur obrazlar emas, balki o'z qarorlari bilan voqealarga ta'sir o'tkazadigan haqiqiy xarakterlarga o'xshaydi. Bu mavsumning eng yaxshi jihatlaridan biri voqealarga yengil shov-shuv emas, balki yaxlit dramatik mazmun berilishi. Har bir qadam, har bir qaror o'tgan voqealar bilan bog'lanib, serialning umumiy sifatini mustahkamlaydi. Shubhasiz, 8-qism ham shu yo'nalishni davom ettirib, tomoshabin uchun yangi savollar, yangi hayratlar va yana ko'proq zavq taqdim etadi.